50 milli gazga 38 kilometrda o'chib qolayotgan ekan. Akam nastroyga qilib berishdi. Bu Nexus avtomat ekan. 50 milli gazga 38 da o'chayotgan ekan. Aka 50 milli gaz quyildi, nastroygadan keyin qancha yurildi? 70 kilometr. 70 kilometr yurildi, rezultat bo'lyapti. Tortishda deyarli farq sezilmadi. Yo'q. Xizmatlar bo'lsa akam nomerlarni pastda qoldiraman. Lokatsiyasini ham bundan oldin qo'yib qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin, avtomat. Qashda 12 litr, 13 litr rasxod qilayotgan ekan. Alloh qodir qilgancha qisqartirib berdi. Akamlar uzoqdan kelishibdi ekan. Sinab, tekshirib jo'natib yuborildi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Programma legirovka xizmatlar bo'yicha akam nomerlarini qoldiraman. Motor xizmatlari bo'yicha o'zimizga o'zimiz o'rganilgan. Salomat bo'lasizlar. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar, telefon qilaverasizlar desam, bitta ikkitasi telefon kommentariyalarga kirib, nima deb yozyapti? Telefon qilmanglar, ko'tarmasanga yo'lg'on ekan deyapti. Akamisiz, ukamisiz sizga atvet bor. Xullas bir kunda 2 ta 150 ta telefon bo'lyapti. Motorda olib qo'yib, yo birorta mashinani olib qo'yib, telefonga qaralmay qolyapti. Uning uchun telefon qilganlarda konsultatsiyali pulli qilib qo'ysak, kuni bo'yi telefonda gaplashaveramiz, tirikchiligimiz, pulimiz tushaveradi. Hamma ham tirikchilikka chiqqan. O'ynagan chiqqan yo'q. Videolarda fake qilib qo'yilmayapti. Xudo ko'rib turibdi tepada. Fake qilib qilinganda bunaqangi telefon bo'lib, bunaqangi rezultatlar bo'lmasdi. Akalar xafa bo'lmaysizlar, tegib ketgan bo'lsa. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Ola olmasak telefonni Telegramga tashlaysizlar. Bo'lmasa bu yo'liga o'tamiz, konsultatsiyali yo'liga o'tamiz. Akalar nima deysizlar?